Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hürmetli körülmelerimiz, dünyanın her qaysi yerindeki kadirli qeyrindaşlarımız. Bugün inşallah yeni bir programı başlaş aldıda sizlerden huzuruna turupdumuz. O bosma bugünkü programımız inşallah bugünden başlap köp kısımlıq şekilde belki yüzlerce kısım davamlaşışı mümkün. İslam ve Biz namlıq programımızdaki birinci sanı bilen yüz görüşüp oturupdumuz. İnşallah bu programımızda bu büyük, muhteşem, güzel dinimizdeki İslamımızga alakadar boğan bütün sahalarını tefsiri halette tunuşup, söhbet şekilde program buldu inşallah. Allah subhanahu ve taala bu programını hayırlı kılıp birleşini Rabbimden tileymen. Bugünkü programımızdaki aziz mihmini uzundan bir yan kadirli qeyrindaşlarımız, dünyanın her qaysi şeylerdeki qeyrindaşlarımız bilimlerden yazma şekildeki meyli kitapları bolsun yoki torlarda e'lon qilayotgan maqolalar bolsun bilimlerden paydalanıp kelayotgan hurmatli ustoz Abdurahmon Jamal Qashqari, yani Kashig'ari ustozimizni taklif qildik. Qimmatli vaqtini chiqarib oldi, kelganligi uchun oldi bilan ko'pdan-ko'p rahmat aytaman. Ben sizlarga rahmat aytaman. Allah razı olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Kainatni yaratgan ve kainatni barliq mevcudiyat nesiller bilen insan boysundurup bergen Cenab-ı Allah subhanahu wa ta'ala cheksiz hamd sana. İnsaniyetke nur, hidayet elip gelgen insaniyetning faxri Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'ge dua ve selamla baş bilen sözümle başlayalım. Köpten-ko'p rahmat, Allah razı olsun. Qadirli qeyrindaşlar, programımız hammalarga ma'lum bo'lgandek naq maydondan taqituludu. İnşallah ekran aldı çıkıvatkan numurlar arkalık programımızga bevosita bağlanıp sual soruyalayızlar yoki WhatsApp numurumuz arkalık yollasanlar bizim işede vaktimiz yetken miqdarda cevap berishga tirishimiz yetmese keyingi qismdagi programımızda devam qildiramiz. İnşallah programımız her peyshanba kun devam qildik. Aldı bilan bugun asli saat 2'de deb e'lon qildik programmani, ammo lekin texnikalik ba'zi bir sabablar tufaylidan bir saatin ortiqroq vaqt kechikib chiqib qoldik. Kechirishinglarni umid qilamiz oldi bilan. Qadrli ustoz, hamda sizni albatta ben boshda so'zlab o'tgandek qeyrindaşlarımız maqolalaringizdan bo'lsin, kitoblaringizdan bo'lsin foydalanib kelyotdi. Hamda bugun hamda tunji qatim Istiqlol ekraniga qadam tashrif qilib mehmonimiz bo'lib keldingiz va bundan keyin inshaalloh uzun suhbatlarda bo'lamiz. Sizni tunji qatim bu ekrandan ko'rguvchilarga nisbatan sizni biroz qisqacha tunib o'tgan bo'lsak. Benim ismim Abdurahmon Jamal. Qashqardan 1975 yılı pasportta şunda yazılgan. 77'de aslında 77. yıl doğulgan. 95 yılı Mısır'a çıkkan. 2017'de şu yazı ilmi faaliyetler bilen şug'ullanib keldim. 2017 yılı Türkiye'ye yetib keldim. O'qish hayotingizdan biraz bir bahs qilaylik inshaalloh. Kerak ko'rsak yaxshi bo'lar. Keyinroqmi? Keyin kiraylik. Hozir doktorlik bosqichida qilyapsiz. Xo'sh. Tamam, bo'ldi. Mayli, unda bo'lsa, bevosita bugungi Islom va Biz programmamizning birinchi sonida oldi bilan biz islom degan nima, islomning bir ma'nosini bir tafsilot tunib o'tsak degan umidimiz. Shuning uchun boshda shu islomning ma'nosidan boshlab, islomning ma'nosini kirsak. İslam degan Allah Muhammed Aleyhisselam'a nazil qilgan ve barliq insonlarga yetkazishni taklif qilgan dinninki ismi yoki nomi. Bu dinninki asosiy manbasi Qur'oni Karim ve hadis-i şerif yoki sünnet. Müslüman alimlerimiz İslam dinini tanıştığı vaqtida tövendikidek tanıştırgan. Bularning qatoridan Qur'onning faylasufi, Qur'onning mutafakkiri deb atalgan büyük alim Abdullah Daraz unda tanıştırdı İslam'ni. İslam sağlam, aqlba insanlar bu dünyada amallık, xotirjamlik, baxt saadet yo'lini ko'rsatish uchun kelgan bo'lsa, oxiratda natija qozonishga başlap bardıgan
ilahi hayat metodudur yoki hayat tüzümüdür deb tanıştı. Demek İslam alimlerininki tanıştırışıda İslam aklı ve adamlar için çözülgen din. İslam'ı düşünüş için akıl ketidin, sapa ketidin, bilim mərifət ketidin, an ketidin. Şunun için dinimizde aklı yok adamlarga hiç qanday mas'uliyet yoki mecburiyet yüklenmeydi. Başqış qilib, qisqish tanıştığın vaqtida İslam deganimiz aqida dunyo ko'z qarashda haqiqatga yurish turush, muomala yoki kundalik hayotimizda yaxshilik va to'g'ri yo'l tutishga boshlab boradigan narsaning ismi islomdan iborat. İslam dini aqida bo'lish bilan birlikda shariat. Faqat aqidalar emas. Aqida bilan birlikda shariat. Yoki aqida va hayot tuzumidan iborat. Chunki bu din eng oxirida barliq insonlarni to'g'ri yo'l boshlash uchun tushgan mukammal bir dindir. Xo'sh. Xulosaga vaqtimizda islom deganimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam elib kelgan barliq ko'rsatmalarni yaxshi ko'rib, uning rozi bo'lib bo'ysunishni buni islom deb ataymiz. Hem İslam'dan tilshunoslikdagi yoki lug'atlik ma'nosini qarasak, bu so'zda amallik, tinchlik, xotirjamlik, farovonlik, eminlik deganga o'xshash turli mazmunlar chiqadi. Bu ismi bakadan kelmagan. Chunki qaysi bir inson islomga samimiy e'tiqod qilsa, chin qalbidan e'tiqod qabul qilsa ve amaliy aqida yoki iymonning taqozosi bo'yicha harakat olib borsa, uning vujudida, tasavvurda, jismida, aqlida va nafsida xotirjamlik hosil bo'ladi. Bu islomningki qisqacha tanishtirishdan iborat. Xo'sh, ben shu ko'rurmanlarningki qalisiq kelish ehtimoli bo'lgan edi, siz javob berayotgan vaqtida har qanday bir ko'rurmanninki qalisiq kelish ehtimoli bo'lgan savollarni, shaxsiy savollarni so'rayman. Siz abay şeriat ve aqidadan bahs qildingiz. Şeriat ve aqida deganni bu shun qisqacha bir tushuntirsak. Şeriat degan nima tushunamiz, aqida degan nima tushunamiz? Aqida e'tiqod yoki tavhid yoki iymon. Aqida islomningki nazariya qismini ko'rsatadi. Bir tarafdan, yana bir tarafdan amaliy qismini ko'rsatadi. Bir bölük alimlerimiz aqidani islomning nazariya qismini ko'rsatsa, shariat amaliy qismini ko'rsatadi deb izohlagan. Bu mu to'g'ri? Ammo aqida shariatni kontrol qiladi. Shariat aqidaningki bir tarmoq. Aqida bo'lmagan yerda shariat kuchga ega bo'lmaydi. Aqida yoki islomning tavhid aqidasi islomning dunyo ko'z qarashini ko'rsatadi. Yaratquchi qarta qanday muomala qilish, insondan iborat maxluqlar qanday muomala qilish, koinotdan iborat jonsiz narsalar qarta qanday muomala qilish, insonlar, turli insonlar bor. Buning ichida musulmon bo'lgan insonlar buningki qanday muomala qilish, kafir insonlar bor. Ikki turga bo'lingan, birisi tinch yashashni yaxshi ko'radigan, yana birisi hujum qilish yoki zulm qilishni yaxshi ko'radi. Buning qanday muomala qilishdan iborat mush tasavvur, mush tushuncha, mush dunyo qarashini ko'rsatadigan narsani buni aqida deb ataymiz. Şeriat deganimiz bu keng doirani o'sgan. Bunun ibodat qismi bor. İctimai qismi bor. Shaxsiy ahvollar qismi bor. Siyosiy qismi bor, iqtisod qismi bor. Xo'sh. Bu keng doirani yoki ijtimoiy hayotdagi amaliy doirani ko'rsatadi. Rahmat, inshaalloh kelgusidagi programmalarımızda albatta har birisini ayrim bölümlerde paranglashimiz inshaalloh. Endi islomning asosliq maqsadi nima islomniki? İslamning maqsadini bir og'iz yoki bir jumla bilan tanishtirgan vaqtida insonni dunyo va oxiratda baxt saodatga boshlaydigan yo'l deb tanishtiramiz. Bu qisqacha tanishtirish. Xo'sh. Chunki islom dini barliq insonlar, faqat musulmon emas, hammasi hidoyat olib kelgan, adolat olib kelgan, erkinlik olib kelgan, insoniy hurmat, insoniy huquqlarni olib kelgan dindir.
İslamның maqsadi insonning dunyolik bo'lsin va oxiratlik bo'lib qolsin, insonga foydali olib keladigan har qanday narsani yo'l qo'yib bergan. İnsonga foydali bo'lgan narsani qonunlashtirgan. İnsonga foydali bo'lgan narsani himoya qilish uchun kelgan berdi. Shu vaqtning o'zida insonning mayli dunyolik bo'lsin, oxiratlik bo'lib qolsin, uning ziyon olib keladigan narsalarni cheklash yoki to'sash uchun kelgan. Bundan so'ng aytgan vaqtida islomningki asosli nuqtasi inson. İslam inson xitob qildi. İnsonning aqli xitob qildi. Qalbi xitob qildi. Vijdoni xitob qildi. Hissiyoti xitob qildi. Oxir qurilmasida yoki oxir nishonda mush insonni yaramli, qobiliyatli, dunyoda natija qozongan, oxiratda natija qozongan ayndaq bir inson yetishtirishni maqsad qildi. İslamningki aqida qismi qarasak, İslamning aqidasi İslamningki dunyo ko'z qarashidir. İslam tavhid aqidasi orqali aqidani va dunyo ko'z qarashini isloh qilishni maqsad qildi. Qalbini poklash, insonni tayyorlash yoki insonni poklash yoki insonning nafsini soplashtirish orqali odamiylikni himoya qilish va go'zal axloqlarni qo'g'dashni maqsad qildi. Xo'sh. Uchinchidan vatan bo'lsin, yoki dunyo bo'lsin, yoki zamin bo'lsin, buni gullantirishni, taraqqiy qildirishni maqsad qildi. Buni yig'inchoqlagan vaqtida birisi islomning maqsadi tavhid, dunyo ko'z qarashi bilan, ikkinchisi tazkiya deb ataymiz, oyatda alaytilgan, odamni odam qildigan, odamiylikni qo'g'daydigan narsa qalbini poklash, uchinchisi taraqqiyot gullantirish. Mayli moddiy jihatdan taraqqiyot bo'lsin, mayli ma'naviy jihatdan taraqqiyot bo'lsin, islomning eng chong maqsadi mush uch narsa xulosalangan bo'ldi. Biz ma'naviy jihatdan taraqqiy qilgan vaqtida eng oddiysi musulmonlikni olib aytsak, dastlabki musulmonlikdan, ikkinchi bosqich mo'minlikdan, uning yuqori bosqichi muhsin yoki ihson darajada taraqqiy qilish tashabbus qilindi. Shu vaqtning o'zida moddiy hayotimizmi bichora holatda emas, kambag'al holatda emas, yoki vayron holatda emas, balki umi gullanish, taraqqiy qilish, boshqa insoniyatga o'rnak o'g'idek yuksak saviyaga yetilish talab qilindi. Bundan Qur'oni Karimda alayda dalil bor. Vallazi ansha'akum minal arzi vasta'marakum fi. Seninki zaminni gullantirishing, taraqqiy qildirishing talab qilindi sendan. Zamin bir butun zaminni ko'rsin. Dunyolikni ko'rsin. Mayli siyosiy tarafi bilan, mayli iqtisodiy tarafi bilan, mayli moddiy tarafi bilan, ma'naviy tarafi bilan gullantirish talab qilingan. İnsanning yaratilishdan maqsadidan birisidir. Xo'sh. Hamda yana bu gapni biroz davomlashtirgan vaqtida bu baxt saodatni hamma inson izlaydi. To'g'ri. Amallik, xotirjamlikni hamma inson izlaydi. Islom oxiratning baxt saodatini ko'zlamaydi bizga. Oxirat baxtli bo'lsang, dunyoda bichora holat o'ssang, xorliq hayotda o'ssang bo'ladi demadi. Ma dunyodan baxtli holatda yashadi. Ma dunyodan baxtli bo'lish musulmonning haqqi edi. Musulmonning huquqi edi. Şun biz dua qilib, Rabbana atina fid dunya hasana va fil oxirat hasana. Dunyodan yaxshilik tildik, yani baxt saodat. Oxiratdimi yaxshilik tildik, baxt saodat. Ikkilisi. Yani dunyo va oxiratda o'xshash so'z bilan kelgan. Oxiratlikninki natijasi dunyolikninki ustun kelmagan yoki takrorlanmagan. Ikkinchidan insonningki moddiy hayoti va ma'naviy hayotini xotirjam qilishni maqsad qildi. Moddiy hayotimiz xotirjam bo'lsinmi, ma'naviy hayotimiz ikkilanish, ansirash yoki davolg'ush yoki inson o'ziniki erkinligi, qimmatini yo'qotib qo'ygan narsa, cho'qinish degan o'xshash bu narsalar bilan asl bo'lmaydi. Qalbiy jihatdan xotirjam bo'lish, ma'naviy jihatdan, moddiy jihatdan xotirjam bo'lishni maqsad qildi. Buni qilganlarni ko'p aylanib qolmasdan, inson mayli shaxsiy hayotida bo'lsin, ijtimoiy hayotida bo'lib qolsin, buningdimi salomat bo'lishni ko'rsatib berish, bumi islomning maqsadidan birisi. Islomning maqsadlari, yuqorgi maqsadlarga qarasak, biroz tafsiliy tarmoqlarga ko'rdik. İnsonning butun ehtiyojlarini qamday olamiz, qamday oladi. İnson eng lozim bo'ladigan odamiylik, izzat, sharaf, adolat, huquq, hidoyat degan bu narsalarni insonga tayyorlab beraylik desa, tayyorlab beraylik. Shu sababdan islom dini shariatning maqsadlari degan cho'ng bir prinsiplari bilan
yoki asosli qoidalar bilan bir bo'lik masalalarni o'tirib qo'ygan yoki prinsiplarni o'tirib qo'ygan. Mush prinsiplar orqali inson dunyodami baxt saatiga erisha oladi, oxiratdami baxt saatiga erisha oladi. Buning birisi dinni qo'g'dashdir. Shariatning maqsadi. Xo'sh. Din maqsad insonning odamiyligini qo'g'dashdir. İnsonni odam qilib tutib turadigan narsa bir e'tiqod. Xo'sh. Yaratquchiga bog'lashdir. O'zining bir maxluq ekanligini, boshqa insonlar bilan o'xshash ekanligini ifodalaydigan narsa bu aqida. Ikkinchi maqsadi ba'zan birinchi maqsad deb qaraydi, jonni himoya qilish. Hayotlikni himoya qilish bu shariatning maqsadi. İnson aziz bir maxluq. Hurmatli bir maxluq. Aqlga ega, irodaga ega, tanlash iqtidoriga ega bir maxluq. Koinotningki xo'jayin. Allah subhanahu va taolaninki ko'rsatmasi bilan koinotga xo'jayinlik qilish uchun yaratilgan bir maxluq. Uchinchi qilib shariat insonning aqlini himoya qilishni qo'llaydi. Insonning aqlini himoya qilish talab qildi. Shuning uchun aqlni cheklaydigan yo aqlni buzutadigan yoki aqlni keraksiz qilib qo'yadigan narsalarni cheklagan. Mayli heroin deydi yoki aroq deydi. Bu moddiy narsa bo'lgan bo'lsa, shu vaqtning o'zida xiyol yo quruq sapsata yoki vasvasa degandek, yo xurofot degandek aqlni taraqqiy qilib qo'ymaydigan bu narsalarni cheklagan. To'rtinchidan bu shariat dunyo oxirat baxt saatiga erishtirish uchun yo'l qo'ygan maqsadlardan birisi insonning izzati, sharafi, obro'yini qo'g'dash farz qilgan. Beshinchidan mol dunyomiz dunyo taraqqiy qilmaydi. Shuning uchun bir bo'lik olimlarimiz oxiratni taraqqiy qildiray desam yoki oxiratlikdan natija qozonay desam, ma dunyolikdan dastlab natija qozon. Dunyoda o'zingga tayanolmay, o'zingning ishini o'zing tadbir qilolmay turib, oxiratlikdan sen natija qozonmaysan. Musulmonlarning oxiratlik natija qozonish uchun dastlab bu dunyoda natija qozonish lozim. Shuning uchun islom dini iqtisodni muqaddas deb qaradi. Uni himoya qilishni farz deb qaradi. Uni halol yo'llar bilan tepishni vojib deb belgiladi. Bundan boshqa yana erkinlik masalasi bor, adolat masalasi bor, barobarlik masalasi bor. Bu masalalar keyin shariatning maqsadlari degan takror necha halqa to'xtalish to'g'ri keldi. Mush masalalarni himoya qilish, mush prinsiplarni hayotimiz tatbiqlash, mush shariatning maqsadlari asosida yashash bu dinimizdagi maqsadlarning qatoridan sanaladi. Shuning bilan birlikda islom bizdan faqat aqida bilan nazariya jihatdan belib qo'yib, yoki namoz, zakotdan iborat bir zohiriy amallar bilan cheklanib qolishni talab qilmaydi. Biz kelgan xafilik zohiriy hukmdan keldi. Yoki bu dinni tar doira kirgizib qo'yganlik. Şu siyasi hayatımızda olsun, ijtimoiy hayotimizda olsun, iqtisodiy hayotimizda olsun ve başka hayatımızda olup kalsın, hayatımızın hemmini aqidaga bağlaşqa, tavhidning taqazzosiga bağlaşqa buyuruq. Kur'an-ı Kerim bu vaqtda bizga alohida yo'l ko'rsatib, "Qul inna salati ve nusuki ve mahyaya ve mamati lillahi robbil alamin." Yaşagan hayatımız olsun, meyle o'likimiz olsun, bunun hemmisi aqidaga bağlan. Tavhidga bağlan. Fakat Allah'ın razılığı bağlan. Demek İslam bu sistemleri, kurulmaları, prensiplerin hemmenesini aqidenin asası yürütken. İbadetlerimiz mi? Aqide sağlamamız kabul kılınmaydı. İctimai hayatımız, yak ahlakımız mı? Aqideden çetnegen vaqtida o mu sağlam bulmaydı. Köptün köp rahmet, Allah razı olsun. Hem de şu bugün elbette siz yukarıda söyleyip ötken şahçılandırırsak her birisi qanchadan bölüm buldu inşallah deganimizdek aldığımızki günlerde tefsili haleti texnik içip paranlaşımız. Hem bugün şu İslam'ımızdaki bugün biz İslam degan nima degan mavzu bo'lganligi uchun İslam degan kelimenin özüdünmü şu sözdünmü? Yani Allah'a bir bendeninki tamamen teslim buluşu. Her bir işi de hayatındaki barlık, çoğun küçük işleri de bu dinninki körsetmesi, bu İslam'dan körsetmesi için meniş gerekliğini takaza kıldı. Şu isimnin özü şunda kaldı. İslam, teslimiyet Allah'a bulgan. Ve yeni bir manra mesela tamamen tinişlik diyen manra. Bu ikisini kanday düşünümüz mesela. Bu İslam'ınki alem şumulluğunu gösterir. Qaysi tarafı qarsak insaniyet paydalık epilganligini.
Qaysi tarafga qarasak insonning manfaatini ko'zlaydiganligini ko'ramiz. Biz xotirjamlikka erishish uchun dastlabda bizga samimiyat bo'lish lozim. Aqida samimiyat, ibodat samimiyat, ijtimoiy hayotimiz samimiyat bo'lish lozim. Afsuski musulmonlarning hayotida aqida bilan ijtimoiy hayot parchalanib ketgan. Aqida quruq nazariya, jidal majra, talash tartishga aylanib ketgan bo'lsa, bir bo'lak musulmonlarning kallasida, ijtimoiy hayot bu aqidadan ayrim bir narsadir. Xuddi musulmonlik tava emasdek, islomning asosiy prinsip emasdek muomala qilingan bo'lib qolgan. Islom faqat masjidlarda qolib qolgandek. Masjid degan chaqda musulmon jamiyat chiqqan vaqtida boshqa insondek ashunday bir holat tushib qoldik. Demak biz islomning salom, tinchlik, amonlik, xotirjamlik, farovonlik degan maqsadga erishmoqchi bo'lib qolsak, dastlab bizga taslimiyatdan iborat, bo'ysunishdan iborat, islomni sevishdan iborat samimiy musulmondarlik talab qilindi. Bugun bizni hapsalayotgan narsa, yoki bugun bizni bugungi mush holat keltirib qo'yayotgan narsa nimadan iborat esa soxtipazlik. Tabiiy holatda bu savol tushgan islomning maqsadi shunda ulug' bo'lsa, insonni dunyodan baxt qildi, oxiratdan baxt qilgan bo'lib qolsa, nima uchun bizning holimiz vayron? Nima uchun musulmonlar dunyoning eng oxirida qoldi? Arab dunyosi dunyoning 3-o'ringa tushib qolgan bo'lsa, Sharq Turkiston yoki Uyg'urlarning ahvoli nechinchi o'ringa tushganligi bu savol tabiiy holat uchun. Bu islom biz 1000 yildan beri e'tiqod qilib keldik. Xo'sh. Biz baxt yo'lini ko'rsatadigan, to'g'ri yo'lni ko'rsatadigan, dunyo oxirat natija qozondiradigan bo'lsa, nima uchun musulmonlar bizga o'tib turli bo'ladi? Nima uchun boshqa musulmonlar dunyoning eng oxirida qoladi degan bir savol tushadi. Musulmonlarning bugungidek oxirda qolib qolishi, dunyoninki ya karvonning eng oxir cho'glab yurishi bu islomninki qarshilasi emas. Yoki islomning mas'uliyati emas, yoki islomning gunohi emas. Buning mas'uliyatchisi, buning sababchisi dal musulmonlarning o'zi. Bu bugungi holat tushib qolishidanki birdan bir javobgari musulmonlarning o'zi. Nima uchun desa, chunki islom dini oxirda qolib qolishini rad qildi. Nurg'un olimlarimiz deydi-ku, bilgan masalan musulmonlarning siz degandek keyin qilish, shunda xaroblik, ojizlik holatimizga bu Alloh Qur'oni Karimda nurg'un yerda va'da qilgan tursa, musulmonlar mu'minlarga yordam beramiz deb. Lekin bu holimiz nima degan vaqtida sen shu men oldi bilan islom talab qilgan musulmonlarni bir apkagin meni oldimga men ko'rsatib qo'ygan, ondan Allohning yordamini kutgan degandeklar gap bo'ldi. Unda. Chunki islom dini taraqqiyparvar bir din. Madaniyat din, adolat din. Nima uchun shunday deymiz esa? Chunki islom barliq insonga ulgu bo'lib kelgan. Eng ilg'or, eng yaxshin taqdim qilish uchun kelgan bir din. Musulmonlarningki bugungi kendi qilib qolish sababi islomning ruhi va islomningki asosiy maqsadlarini his qilolmaslikda xulosan. İslam'nınki bazı prensiplerden vazgeçişte kolasın. Mesela aqida, ictimai hayat ayrı. Ma şahsi hayat. Ama kollektif hayatta ya devlet hayatıda siyasi meselelerde pasiflik ağır. Devlet hükümü töven. Ma dinin şeriat kısmındaki siyasi şeriat deydiğen ya siyasi tüzüm düşünüş, iqtisadi tüzüm düşünüş bu taraflar pasif. Yak bu taraflarda tüzük bir narsa yok. Yak bundan vazgeçiş var. Demek Müslümanların dininin ruhinden çetnişi, yak his kılanmaslığı, dininin bir bölük prensiplerden vazgeçişi ve İslam'da bir bütün hayat tüzümü süptede qaryanmaslığı, yak emel kılanmaslığı, bugünkü ahir qilib qilish, yak bugünkü aciz biçareler düşüp kaçtan sebep. Mesela bununla delil süptede yakın zamanda yaşap dünyadan ketken jamiyatşunas mutafakkir olimlardan birinin so'zini misol olaman. Malik Nabi, Aljeriyalik olim, jamiyatşunas. Bu olim musulmonlar nima uchun oxir qolib qoladi degan savolga shunday javob berdi. Musulmonlarning oxir qolib qolishidanki mas'uliyati sababchisi islom emas. Musulmonlarning o'zi buning javobgardi. Musulmonlarning bugun kerak mustamlikdan qutlanmagan zamonlar edi. Bizga o'xshash ba'zi bir arablar. Bugünkidek mushunda xar, bugünkidek mushunda holat tushib qolishining sababi nima desangiz, islomning musulmonlarga bergan jazosi bu dedi.
musulmonlarning bugungi orqada qolishi islomning musulmonlarga bergan jazosi yoki Allohning musulmonlarga bergan jazosi. Bir tarafdan sinoq deb qarasa, amaliy tarafdan yoki jonliq tarafdan islomning musulmonlarga berayotgan jazosi. Nima uchun desa, islom bo'lgan samimiylik, islom bo'lgan haqiqiy ergashish, islomningki ko'rsatmalarini amaliy tatbiqlash bo'lmaganligi ba'ziga kelgancha prinsiplardan voz kechganligi uchun islom buni jazolagan. Shu bu yerda islomningki taraqqiyparvar din ekanligi bilan bugungi musulmonlarning bichora tushib qolishining orasida hech qanday munosabat yo'q. Buning dalili tarix qarasak, islom dunyosi Osmonlardan keyin 100 yil mobaynida vayronchilik ishida oxir qilishda yashadi. Uningda ilgari islomda taraqqiyot bo'ldimiz bu. Madaniyat yortildi. İslam dini meydan kelgan davrdan tatiblam tez suratda taraqqiyot shakllan. Buning dalili islom tagidan tatib taraqqiyparvardi. Gullanishni tashabbus qildigan din. Ammo bugungi musulmonlarning ahvoli bu dinning ruhi, shariatning maqsadlari, islomning olamshumul bir tuzum ekanligi bir butun holatda amal qilmaganligi yoki passivligi mushadan kelib chiqqan. Xulosalaganda musulmonlarning oxir qilib qolish sababi bu fikr krizisi var. Tushuncha krizisi var. Aql krizisi var. Metod krizisi var. Bu yerda ideya bilan ansaviya krizisi var. Bu yerda iroda bilan tarbiya krizisi var. Mush masalalar hal bo'lgan vaqtida, yoki mush masalalar to'g'ri ko'z qarash shakllangan vaqtida yana musulmonlar o'rnidan dastur oladi. Islom g'alaba qiladi. Islom yo'qolib ketmaydi. Bu Allohning va'dasi. Tarix buningga shohid. Yevropa 2-3 asr mobaynida qad ko'targan bo'lsa, islom 10 necha asrlik naq maydon buning tarixi. Isboti bor. Musulmonlarmi aqida bilan birlikda, ibodati bilan birlikda to'g'ri bir tushuncha kelsa, dunyo hayotini bir butun tuzum kirgizalasa, yana dasturish imkoniyati, sharoiti bor bo'lsa. Albatta. Ko'pdan ko'p rahmat. Albatta degan oxirdagi Malik Nabiyninki, jamiyatshunos ustozninki xuloslagan nimasimi, shunga o'xshaydigan, shuni ta'kidlaydigan, bugun shunday xor holatda, ojiz holatda qilib qilishimizga sabab bo'layotgan narsalarmi? Qur'oni Karimda Rabbim Alloh subhanahu va taolo nurg'ulg'an oyatlarda masalan, "Va ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum" degan o'xshash. O'zimizning qilgan shu nacharligimiz talab qilingan şekilde bir Müslüman bulanmaganligimiz uchun balki bugungi bu kunni bir tarafdan sinoq nusxasi ko'rgan bo'lsak, bir tarafdan jazo sabablik Rabbim bizni uyg'otish balki shu kallamizni silkishimiz uchun bir ogohlantirish berayotgan bo'lsa kerak inshaalloh. Islom dinini olamshumul bir din, xalqaroliq bir din deb deyish to'g'ri kelsa, shu siz yuqori so'zlab o'tgandek butun ta'limotlari hamma narsada insonninki aqliga, insonninki fitratiga xitob qilganligi uchun shu hamda umumiy bir olamshumul din dedik-ku hamda. Buni biroz to'xtalib o'tdingiz. Ama shu birdan bir Alloh nazarida qabul qilinadigan, Alloh qabul qilinadigan din islom degan vaqtimizda ba'zida bundan ilgirki payg'ambarlarning dinichi unda bo'lsa degandek gaplarni kelmasanga, bunday burungi payg'ambarlarniki mushu farqlarni biroz tushunib olsak. Bunda ikki nuqta to'xtalish lozim. Islom dini bilan ilgirki dinlarning munosabatiga to'xtalish ilgari. Alloh rozi bo'lgan din islom dini degan bu masalaga bash to'xtalaylik. Islom dini Allohning dini. Inna dina indallohil islam. Oyat shunaqa. Alloh insonlarga tanlab bergan bir din. Va raditu lakumul islama dinan. Alloh bu dinni ilohiy, oxirgi ilohiy ta'limot sifatida tanlagan. Va bu oxirgi ilohiy ta'limot yoki ilohiy ko'rsatmani yetkazish uchun Muhammad alayhisalomni tanlagan. Va buningdan boshqa dinni qabul qilmaydiganligini jakalagan. Va may yabtaghi ghayral islami dinan fala yuqbal. Kim islomdan boshqa dinni e'tiqod qildi ekan, yoki uni to'g'ri deb e'tiqod qilsa, Allohning nazarida qabul emas. Gerçi o'zininki e'tiqodi, o'zining to'g'ri topgan bo'lsin, lekin Allohning daftarida hisobda o'tmaydi deydi. Biz islom dinini Allohning dini. Bu islom dinininki asosiy nuqtasi
yoki aqida qismiga qarasak, bu islomning javrini ko'rsatadi. Bu islomning aqidasi Muhammad alayhissalomga kelganiga o'xshash va ilgirki barliq payg'ambarga kelganiga o'xshash aqida bilan kelgan. Din o'xshash yani. Din o'xshash. Islom bilan kelgan. Aqida o'xshash. Masalan, Xristian dini, Yahudi dini degan aslida ilohiy tarafdan kirishida, Alloh tarafdan kirishda faqat islom nomi bilan kelgan. İslam ismi bilan kelgan. Din o'xshash. Hammasi musulmonlar. Shuning uchun Muhammad alayhissalom payg'ambarligini e'lon qilgan vaqtida hech bir payg'ambar deb boqmagan ikki masalani o'tirib qo'ygan. Bu bir o'xshamaydigan bir taraf. Ammo aqidasi o'xshash. Lekin boshqa payg'ambarlar deb boqmagan cho'ng ikki masalani o'tirib qo'ygan. Yani ikki haqiqatni o'tirib qo'ygan. Birinchisi islom dini dunyoviy dinni e'lon qildi. İlgirki payg'ambarlar shu qavmga, bir qavmiga, bir millat kelgan bo'lsa, islom din dunyoviy. Men olib kelgan din bir millat xos emas dedi payg'ambarimiz. Ya biror tilliq odamlarga, ya biror qit'aga, ya biror rayon xos emas. Men barliq insoniyatga Allohning eng oxirgi hujjatini, eng oxirgi ta'limotini, eng oxirgi va'yisini olib keldim. Buni dalil ko'rsatib, "Qul ya ayyuhan nas inni rasulullohi ilaykum." Men hammanglarga Alloh tarafdan kelgan payg'ambar. İnsanlar deb turib xitob qiladi. İnsanlarning hammasi xitob qiladi. Yana bu islomniki dunyoviy din ekanligi, barliq insonlar qiyomat kun qadar davomlashadiganligini ta'kidlab, "Va ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Alloh bevosita hujjat ko'rsatib. Ey Muhammad seni insoniyatning baxt saodat uchun avatdi. İnsoniyatning omonlik uchun avatdi. Xotirjamlik uchun avatdi. Seni baxt saodatning ochqich qilib avatdi. Sen azob emas. Vayronlik yoki halokatning sababi emas. Omonlikning sababisan. Yana bundan boshqa ta'kidlab, "In huwa illa zikrul alim." Payg'ambarning unda sifatlagan bo'lsa, endi payg'ambar olib kelgan hujjat yoki payg'ambar alayhisolamningki dalil bo'lgan Qur'oni Karimni zikrul alim. Bütün ehli jahon uchun ko'rsatma. Bütün insonlarning hammasiga hidoyat, hammasiga ta'limot deb sifatlaydi. Islom dini Muhammad alayhissalom orqali dunyoviy din deb sifatlanadi. Islom dinining dunyoviy dinligining e'lon qilinishi zarur. Nima uchun zarur deymizsa? Chunki payg'ambar alayhissalomdan keyin payg'ambar kelmaydi. Boshqa bir vahiy tushmaydi. Boshqa bir ta'limot kelmaydi. İlgirki vahiy yoki ilgirki ta'limotlarning hammasi muayyan doirada to'xtab qolgan bo'lsa, bu islomdan iborat yoki Muhammad alayhissalom olib kelgan vahiyninki dunyoviy bo'lishi taqozo qilinadi. Shuning uchun bu vahiy mutlaq adolatni olib kelgan. Mutlaq rahmat olib kelgan yuqori oyat deyilgandek. Qiyomat kun qadar barliq insonlarni qutqizish, barliq insonlarni xotirjam qilish, omonlik erishtirish va hidoyat yo'liga yoki baxt saodat yo'liga boshla salohiyati bilan kelgan. Nima uchun bu dinni qiyomat kun qadar zamon qanday taraqqiy qilib ketsin, ilgirlab ketsin, hammamizni qutqizish, hammamizni yetaklash salohiyati bor deb qaraymiz. Islom boshqa dinlarga o'xshamaydigan nechta turli alohidliklarga bu vaqt keyin to'xtalamiz, ammo qisqa qilib aytgan vaqtida birinchi qilib inson eng uyg'un keladigan din islom. İnsanning xarakteriga, ya'ni insonda ma'naviy tarafi va moddiy tarafi bor. Aql va qalb bor. İnsanning xarakteriga uyg'un keladigan din. Xristian diniga o'xshash ruhaniyatga birlab ketmadi, moddiy tarafni tashlab o'tdi. Ya Yahudi diniga o'xshash moddiy tarafdan tushib ruhaniyatdan voz kechmadi. Ikkilisini tang tutib mandi. Uning ustiga bu din mishad bir narsa Xristian diniga o'xshash yoki Yahudi diniga o'xshash dedik. Bu o'zgartirilgandan keyingi holatimi yoki o'zgartirilgandan keyin payg'ambarlar olib kelgan vaqtida bizning islomimiz bilan farqi yo'q-ku. Ibodat shakllari farq bo'lishi mumkin ularning shariatida. Ammo olib kelgan asosliq e'tiqodiy masalalarning hammasida bizning hozir e'tiqod qilayotgan, o'zgarmagan, Alloh saqlashni va'da qilgan dinimiz bilan farqi bormi yo'qmi? Bu vaqtda bir az lekin tafsil to'xtalamiz, ammo bizning da'vat qilimiz hozirgi holatini demoqchi.
Hozirgi holat. Ha, hozirgi o'zgargan, hozirgi bor reallik holatini demoqchi. Unisi bu din inson tarafidan tanlangan emas. İnsonni yaratgan, insonni nima natijaga erishtira oladi, nima baxsadatlik qila oladi, buni biladigan zot tarafidan tanlangandir. Ala ya'lam man xalaq va huval latiful xabir. İnsonni yaratgan zot insonning ahvolini na ko'rib, na to'xtaydiganligini va qaysi narsani uni isloh qiladiganligini bilmabdi. Unisi bu din dunyoviy degan vaqtimizda insonlarning ahvoli har turli bo'ladi. Xo'sh. Shuning uchun aql bilan moslashib keldi bu din. Shuning islom dini aqloniy din deymiz. Aql tamoman, islom tamoman uyg'un kelgan. Islom dini bilim ma'rifat dini deymiz. Chunki insonlar taraqqiy qilyapti bugun kuchli zamon. Mush holatdami, ya'ni islom davomlashib ketayor. Nima uchun desa, islom dini aqida qismini tafsili bayon qilgan, ibodat qismini tafsili bayon qilgan, axloq qismini tafsili bayon qilgan. Bu inson har qancha taraqqiy qilib ketsa, bu har qancha moddiy saviyasi yuksalib ketsa, bu taraf o'zgarmaydi. Insonda axloq bu, ibodat va aqida. İnson hargiz eg'i kelmay ketiyor. Ammo insonning hayoti ijtimoiy hayotda, siyosiy hayotda, iqtisodiy hayot bo'ladi. Bu sababdan islom dini bu o'zgarib turgan, hayot o'zgarib turgan nasldanki cho'ng qoidalarni, ona ranklarini o'tirib qo'ygan tafsilotini bu shariatning maqsadi dinning ko'rsatmasi bo'yicha tutib mansani bo'ladi deb yo'l qo'ygan. Bu birinchi haqiqat. Payg'ambarimiz o'tirib qo'ygan. Payg'ambarimiz o'tirib qo'ygan ikkinchi bir haqiqat bor. Bu islom eng oxirgi ilohiy vahiy edi. Bundaki vahiy kelmaydigan o'qib qolinglar. Payg'ambar kutib o'ttamanglar. Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasululloh va xataman nabiy. Qur'on karim kisb o'ttirib. Muhammad alayhisalom Allohning payg'ambari, lekin eng oxirgisi. Bundaki payg'ambar kelmaydi. Kallangda aniq bo'lsin. Payg'ambar alayhisalomdan ilgari kelgan payg'ambarlarning hech qanday biri men eng oxir payg'ambar deb da'vo qilgan emas, yoki deb baqqan emas. Balki payg'ambar alayhisalomdan ilgari kelgan payg'ambarning hammasi mendan kim payg'ambar keldi dedi. Payg'ambar kelib qolsa uning agishinglar inkor qilmang, tuzkurlik qilmanglar, shuning yo'lda men deb tashabbus qilgan. Lekin eng oxirgisi demagan. Ammo Muhammad alayhisalom 14 asr ilgari men eng oxir payg'ambar la nabiyya ba'di. Hadis sharifdimi? Men degan buni payg'ambar kelmaydi. Eng oxirgisi men. Mushu so'zni 14 asr ilgari o'tirib qo'ygan bo'lsa, bugun qadar bu so'zni buzib o'tadigan biror narsa o'tirib chiqmadi. Yoki biror maxluq, yoki biror inson men Alloh tarafdan kelgan payg'ambar, mening payg'ambarligimning isboti, mana bu men mo'jiz keltira olaman deyamadi. Chunki payg'ambar bo'lish uchun payg'ambarlikning isboti ya kimligi pasport sifatida uningda bir mo'jiz bo'lish lozim. Mo'jiz faqatla payg'ambarning qo'li bilan bo'ladi. Buni hech qanday bir inson qila olmaydi. Garchi islom tarixida 30 nechaga yaqin saxt payg'ambarlar, yolg'onchi kazzoblar chiqqan bo'lsa-mu, hammasi bir necha oy qolmay yolg'onchilikni isbotladi. Chunki bu mo'jizga ega emas, pokitga ega emas. Hamda sizlar so'ragan savolga javob kelsak, savolning javobiga yoki u masalaga kelsak, islom dini bilan ilgari dinlarning munosabati nima edi? Degan bu masala. Biz ilgari islom dinini barliq insoniyat uchun tushilgan dedi. Ya'ni bu nima degan gap desa, islom dini Odam alayhisalomga vahiy qilinish bilan boshlanib, orliqdagi nurg'unlagan payg'ambarlar bilan halqib o'tib, eng oxirisi Muhammad alayhisalomga vahiy qilish bilan, yoki vahiy qilinish bilan tutgan, oxirlashgan dinning ismi islomdir. Qur'on karim buni aniq keskin holat o'tirib qo'yib, innad-dina indallohil islom. Alloh tushirgandan, Allah qabul qildigan din ya Allah to'g'ri topadigan din islom dinidir. Demak bu islom dini faqatla Muhammad alayhisalom olib kelgan dinning ismi emas. Garchi hozir mashhur ismi shu bo'lsa-mu, barliq payg'ambarlar olib kelgan dinning ismi. Shunga islomning umum ismi Odam alayhisalomdan tortib barliq payg'ambarlar qartilsa, xos ismi Muhammad alayhisalom olib kelgan dinning qartil. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomdan ilgari kelgan payg'ambarlar yoki shariatlar olsun, bu bir zaman yoki muayyan bir millat yoki bir muayyan bir doira kelgan dedik. Sabab nima desa,
u zamondagi insonlarning aqliy iqtidori, dunyoviy din bo'lish, dunyoviy bir qonun tuzish, qiyomat kungacha zot mush yo'lda, mush xarid bo'yicha mangsanglar bo'ladi desa, ularning aql qabul qiladigan saviya kelmagan. Shariat qismi, ammo aqida qismi o'xshash. Odam alayhisolamdan tortib Muhammad alayhisolamgacha hammasi o'xshash. Shu sababdan ilgari payg'ambarlarningki hammasiningki kimligi yoki payg'ambarlik isboti moddiy mo'jizalardan iborat u. Hammasi moddiy mo'jiza. Moddiy mo'jiza deganimiz shu zamonda yashagan insonlar ko'ra oladi. U zamonda yashamagan yoki uni ko'rmagan insonlar uni ko'ra olmaydi. Masalan, biz Musa alayhisolam nurg'u voqealiklarni Qur'ondan bildik. İsa alayhisolamning mo'jizasini Qur'ondan. Agar Qur'on isbotlab bermagan bo'lsa, u mo'jizaning mo'jiza isbotlaydigan bugun hech qanday isbot yo'q. Ammo oxirgi payg'ambar Muhammad sallallohu alayhi vasallam kelgan chaqda mo'jizasi boshqa payg'ambarlarga o'xshamaydi. Muhammad alayhisolam bilgan bu mo'jiza aqliy mo'jiza bo'ldi. Xo'sh. Qur'oni Karimni shuning uchun aqliy mo'jiza deymiz. Ruhiy mo'jiza deb ataymiz. Gerçi peygamberimizden mingdan ortiq moddiy mo'jizalar bo'lgan bo'lsa-mu, lekin Qur'oni Karimdan iborat aqliy mo'jizaning oldida u mo'jizalar turibdi. Shuning uchun islom dini aqloniy din. Aqlga xitob qilgan din. Aql bo'lmasa moddiy tushungani bo'lmaydi. Qur'oni Karim aqliy mo'jiza. Bu kitap Qur'oni Karimdan iborat bu kitap ilgirki Allah tarafidan tushirilgan kitoblarning aslan saq ekanligini isbotlab berdi. Masalan, Tavrat, Injil o'shinda bir kitobning Allah tarafidan tushganligini isbotlab berdi. Hamda insonlarning qo'li tegish bilan u kitoblar nurg'un o'zgarishning bosh ekanligini, aqida taraflar nurg'un ezib ketgan taraflarni, shariat taraflarini o'zgartgan taraflarni uni bayon qilib berdi. Hatta bizning musulmon bo'lishimiz uchun shu ilgirki kitoblarga iymon etishimiz shart qo'ydi. İman etmayman desek musulmon bo'lamaymiz hattoki. Yo'q, unda bo'lamaymiz. Mana demak, mana bu payg'ambarlar hep kelgandi. Va Qur'oni Karim tashabbus qilayotgan va biz musulmonlarni talab qilayotgan dinmish. Qur'oni Karim ilgirki ilohiy vahiyda kelgan narsalarning yoki shariatlarningki xulosasini javhirini olib kelgan. Bu Qur'oni Karimdan iborat ilohiy vahiyda ilgirki vahiy bilan yoki ilgirki payg'ambarlar olib kelgan narsa bilan shariat jihatda farqlanadiganligi, ammo aqida ya tavhid jihatda hech qanday farqlanmaydiganligi Qur'oni Karim aniq o'tirib qo'yilgan. Demak, din bir. Adem alayhisolamdan tortib Muhammad alayhisolamga qadar Allah tarafidan tushgan din faqatli bir. O islom. Ammo shariat tarafi o'zgardi. Shariat degan qonun. Bu qonun insonning taraqqiyoti, zamonning taraqqiyoti o'zgarishi qarta o'zgardigan bo'lg'achqa, uningki ba'zi taraflari o'tirib qo'yilgan. Endi Qur'oni Karimda dinning aslidan bir ekanligi va shariatningki turli o'xshamagan shaklda bo'lganligi dalili bormi? Masalan, Qur'oni Karimda shara'a lakum minad-din ma wassa bihi Nuh. Sizlarga shariat. Nuh alayhisolamga vasiyat qilgan, topilgan narsaning dal o'zini o'tirib qo'ydi. Nuh alayhisolamningki aqidasi olib kelgan aqidasi bilan Muhammad alayhisolam olib kelgan aqida o'xshashmiz o'xshash. Hammasi Allohning yegani ekanligi. Maxluqlarningki, Allohninki yaratgan narsalari ekanligi. Bu zaminningki inson bo'ysundirilganligi o'xshashmiz o'xshash aqida jihatda. Ammo shariat jihatda, ya'ni qonun qismi jihatda bu zaman, makan e'tibori bilan o tarafdan farqliqmiz, farqliq. Muhammad alayhisolam o'zining iymon doirasini belgilab, faqat menga ishonsanglar bo'ladi, men bilan jannatga kirsizlar. Ilgari payg'ambarlarning zamoni ketdi, u o'lib ketdi, u bilan hech qanday karangli bo'lmasin bo'ladi demadi. Balki iymon doirasini belgilab unday. Qul amanna billahi va ma unzila alayhi. Alloh Muhammad alayhisolamga xitob qiladi. Allohga iymon keltirdik dedi. Ham bizga tushirilgan Qur'oni Karimga iymon keltirdik dedi. Demek Allah'a iman keltirishimiz, Qur'oni Karim iman keltirishimiz, ham bu oyat va ma unzila ala İbrahim va İsmail deb İbrahim alayhisalom, İsmail alayhisalom, hatta Musa alayhisalom tushgan. Tavrat, İsa alayhisalom tushgan Injil iborat mush narsani Alloh tarafidan kelganligiga iman keltirish buyurildi. Agar mush iman bo'lmay qolib qolsa,
senin imanın ölçemge düşmeydi. Kur'an-ı Kerim bu ayette peygamberlerin hepsi Müslüman dep atadı. Yukarı ayetin ahirinde la nufarriqu beyne ahadin minhum ve nahnu lehu muslimun dedi. Peygamberlerin hepsi özü Müslüman dep jakar. Bunu bayan qilib bo'lgan deydilar. Endi mush peygamberlarning e'tiqodi bo'yicha, peygamberlarning shu aqidasi bo'yicha ma'ma qilib qolsang, boshqa bir xato aqida bo'yicha, xato tushuncha bo'yicha ma'ma qilib qolsang, nima bo'ldi desa Allohning nazarida bakadi. Va man yabta g'ayral islam dinan fala yuqbal. Allohning nazarida boshqa qabul qilmaydi. Nima ish qilsa peygamberlarning hammasi aqida o'xshash. Nima uchun bu yerda aqida ta'kidlandi desa, shariat aqidaninki bir tarmoq sanaldi. Aqida olmay turib bu yerda shariat qabul qilinmaydi. Masalan biz Allohning borligiga ya qiyomatga ishonmay turib namoz o'qigan bo'lsak, namozimiz e'tirof qilinmaydi, qabul qilinmaydi. Tantarbiyadan iborat. Demak, bunun ko'ra Allohning insoniyat tanlab bergan ilohiy dinninki aqidasi bir bo'ladi, lekin shariat qismi davr qarta, zamon qarta, insonlarning aqliy qobiliyati qarta turlik bo'ladi. Biz yuqorida insonlar barliq payg'ambarlar olib kelgan din bir edi. Xo'sh. Unda bo'lib qolsa, hozirgi insonlar nimishqa u din, bu dinda farq qilindi degan savol tushishi mumkin. Masalan, bu yerda Yahudi dini bor, amaliyat yashayotgan. Yahudininki baykal Qur'on isboti. Xristian dini bor, amaliyat yashayotganlar. Lekin bu Yahudi dini bilan Xristian dinlari payg'ambarlar olib kelgan aqidani buzib etdi. Ularning olimlari buzib etgan. Olimlar buzib etdi. Masalan, Yahudi dini Allohning birligini ikkiga aylantirib qo'ydi. Ikki iloh dinini aylantirib qo'ydi. Xristian dini uch uqnum degan bu atalg'usi bilan uch ilohlik, o'rtoqlikqa aylantirib qo'ydi. Aqidani tamoman buzib etdi. Buningdan halqib o'tib, buning shariat qismini buzib etdi. Uning ustiga bu Injil va Tavrat degan bu asli samoviy taraf tushgan kitobning aslisi bor, bugun kunlar aslisi yo'q. Tavrat bir qadimiy narsa bo'lgani uchun uni qo'yib tursaqmi, yaqingi davrdagi Injilni qarasa, bu Isa alayhisalom uzun o'tmaylam aslisi yo'qolib ketgan. Hozirgi bor 4 Injil o'zlarining shu xristianlarning ichidimi parcha o'zlari ba'zi xristianlar bir-birisining Injillarini e'tirof qilmaydigan darajada qalayimqanchiq bo'lganmi ichida? Eng dastlabda hozirgi e'tirof qilingan 4 Injil bu Barnabani e'tirof qilmaydi. 4 Injilmi İsa alayhisalom o'lib ketib 70 yildan keyin yozilgan. Eng burun yozilgan. Ya'ni bir avlod inson yashab bo'lganda yozilgan. Ya'ni insonning xotirasida qolib qolgan, kallasi qolib qolgan mush narsalar bilan bu ilohiy vahiy yoki ilohiy dastur deb o'tirib chiqqan. Bu vaqtda u poplari yoki yozuvchilari xohlagan narsani o'zining mijoziga to'g'ri kelgan narsalarni qo'yib qo'ygan, mijoziga to'g'ri kelmaganini olib tashlagan. Endi islom aqidasida musulmon bo'lish uchun nima talab qilindi desa, payg'ambarlik manbasining bir ekanligini talab qilindi. Butun payg'ambarlarning hammasi, bitta Yunus alayhisalom bo'lsin va boshqasi bo'lib qolsin, hammasininki kelish manbasi bir. Shuning bilan birlikda bugungi kunda yashayotgan, mayli Yahudisi bo'lsin yoki boshqasi bo'lib qolsin, qaysi bir inson Muhammad alayhisalomning eng oxirgi payg'ambar ekanligiga, Muhammad alayhisalomning Qur'oni Karimdan iborat vahiyni olib kelganligiga, u vahiyga hech qanday bir qo'l tekkizmaganligiga, ya qo'shib qo'ymaganligiga yoki bir narsa kimaytib etmaganligiga ishonmay qolib qolsa, uning iymoni kamil bo'lmaydi yoki e'tibor qilinmaydi. Demek, xulosalgan vaqtimizda islom degan so'z bir tarafdan barliq payg'ambarlar elib kelgan dinning ismi bo'lsa, mashhur to'nlagan ismi yoki hozir hamma musulmon bildigan ismi Muhammad alayhisalom olib kelgan xos dinni ko'rsatgan ismdan iborat. Ko'pdan ko'p rahmat. Programmaning uzab ketmasligi uchun inshaalloh qisqa qilaylik deb plan tuzdik. Ammo shu Endi şu dinni tushunmaslik, islomni yaxshi tegidan tushunmaslik sababidan nurg'un xalqimizningki ham buningga Xitoy tajovuzchilarininki bizni yillardan buyon vatanimizdagi diniy jihatda har qanday bir yo'lni itib manganligi vayron qilib bizni bilimsiz qoldirish, dinsiz qilish uchun butun kuchini chiqarib
hareket etpağanlığımın aydı çoğun bir sebep bulup halkımızın nurgulları bu malumatlardan yiraqda qilib çoğun oldu ve chet elga chiqqan yoshlarimiz mümkün chiqqandiki o'rganganlar bo'ldi yoki vatandagi shu singdirilgan har xil xato e'tiqod sabablar tufaylidan bugun biz shu ijtimoiy uchur vositalarga qaraylik mayli masalan shu diniy masalalarda mayli olimlarga gap qanday bo'lsin yoki islomning ma'lum bir sohasida so'zlangan vaqtida uning yozilgan inkoslarga qarasamda odamni haqiqatan ichindiradigan normal bir musulmonning og'zidan chaqchaq qilib chiqib ketsa ham bir insonning islomiy musulmonligi uning iymoni chiqib ketishdan burun uningga alohida kelib xo'shlashib men unda ketdim bugundan boshlab sen musulmon emas deb qo'yib ketmagan ekan biz bilan xo'shishib ketmaydimi bu shu bilib bilmay chiqargan so'zlar bilan inson islomning doirasidan tamoman chiqib ketib balki o inson hayotining oxirigacha o'zini yana musulmon deb yashashi mumkin hamda bir musulmonnikin eng aqalli ya'ni kim o'zini men musulmon men islom dinida deyalishi uchun nimalar deb deganki birinchi bo'limimizda islom degan nimani tushuntirdik noyati mo'l shaklda biz qisqa shaklda tushundirsak bir insonning shu iymoni uningga xo'sh deb qo'ymay chiqib ketmasligi uchun chiqib ketmay bir musulmon shaklda o'lib o'lishi uchun oxirida bir jannat Allohga taslim qilmoqcha musulmon holatda yashash uchun musulmon eng asosli nimaga diqqat qilish kerak bu islomningki qaysi asosiy nimalarga diqqat qilganda o'zini musulmon deb yashag'iladi birinchi bo'lib islomga kiradigan islomdan chiqib ketadigan narsa bu yerda aqida sog'lom bo'lishi lozim aqida tasavvuri aniq bo'lishi lozim islom aqidasi boshqa aqidalarga o'xshamaydi nihoyat ro'shan oson tushunishlik tadash tortish yo'q Qur'oni Karim qaraydigan bo'lsa bu iymondanki arkonlar 6 deb o'tirib qo'yildi bu narsa qalbimizda aniq bo'lishi lozim inshaalloh ikkinchi sonimizda iymonda qilaylik shuning uchun inshaalloh anan kanidan aqida sog'lom bo'lgandan keyin bu aqidaningki ro'yi bor bu aqidaning ro'yi nimada ko'rinadi amalda ko'rinadi sharkat ko'rin faoliyat ko'rin demak men Allohga ishondim payg'ambar alayhisolamning payg'ambarligini e'tirof qildim desa unda bo'lgancha u payg'ambar alayhisolam olib kelgan ta'limot ko'rsatmalarga samim bo'lish talab qilin buning eng oddiy taqozosi islomning ibodatdan iborat arkonlarini namoz zakot ro'za iborat buni boshlash musulmon talabining eng oddiy talab bu shaxsiy hayotida ki bir qismini ko'rsatib Nurg'ullo deydiki masalan bu musulmonlik degan islom degan faqat ibodatlar emas din degan qalbda bo'ladigan narsa deydigan bugungi yoshlarning iqimidagi so'zlar uchun bu islomni ba'zanlar faqat ma'rifat bo'lsa dilda bo'lib qolsa bo'ldi bu tamoman xato bu bugungi kunlikda bizni vayron qilayotgan 200 yilning biz musulmonlarni Sharq Turkiston musulmonlari mustamlakadan qutqizolmagan narsa nimasi mush xato e'tiqod dilimiz yaxshi bo'lgan ekan sen bilib qo'yishing kifoya qilmaydi islom insondan amal qilishni talab qildi sharkat qilishni taqozo qildi ma dunyoni gullantirishga ilgari vatanni gullantirish taqozo qildi gullantirish buni sharkat kerak taraflardan demak bu yerda faqat kallimizda nazariyat bilib qo'yish yoki tushunchamiz bilib qo'yish bilan u samimiy musulmon bo'lgan bo'lmaydi sharkatni ayirib o'tganligimiz bu iymonning taqozzosidan yoki iymonning mevzusidan yoki iymonning qismidan qaysi ko'z qarash qat'iy nazar bugungi kunlikda bizni mush holat tushirib qo'ygan narsa shu. Shuning bugungi kunlikda ba'zi qarindoshlarimiz oshqo'lligi bilan qalbi yaxshi, dini bo'lgan yirishchanligi yaxshi, lekin oshqo'lligi bilan xato yak boshlab qo'yadi. Islomni tar doir kirgizib qo'yadi. Enin keyin yana bir qism qarindoshlarimiz sizlar deganga o'xshash bu nazariyat bilib qo'ysa, olti iymonni yodlab qo'ysak 1-2 minut kutadi ekan, bu islomdan chiqib ketmaydi ekanmiz, kutib turdi ekanmiz deb. Bu bir taraf oshqo'llik bo'lsa, bir taraflik abgorlik yoki passivlik bugungi kunlikda bugun bizni qutqizolmayotgan yoki bizga chiqish yo'li to'sal bo'layotgan narsa ikki passivlik. Oshqo'llik yoki abgorlik yoki passivlik. Bu ikki narsadan qutulgan vaqtida enin keyinidan biz to'g'ri yo'limizni topa olgan bo'lamiz. Xo'sh. Oxirida ko'rilmalarimiz bu savollarni yozib va har xil fikrlarni yozib ko'pdan ko'p rahmat aytamiz. Albatta hammani so'rab bo'lmayman, men yig'inchoqlab bilishkisini so'ray. Bu shu biz boshda programning boshidan boshlab bir qanchasi o'xshash mazmunda ekan. Bu shu musulmonlarningki va uning jumlasini Uyg'urlarning keyin qilishiga sababchi bo'lgan narsani bizningki tushunch
islom dinini xato tushunganligi uchun deb deganligimizga ba'zi bir e'tirozlar bor ekan bu yerda. Mesela Allah subhanahu wa ta'ala bizning gunohimiz mesela deb turgan biz musulmonlar qancha shu e'tiqodiy jihatda tushuncha jihatida keyinda qolgan bo'lsakmi bizni zulm selayotgan Xitoylardan mangasi yaxshi biz. Nima uchun Alloh bizga hozirgacha yordam bermaydi degandek masalanga savollar olib berdim. Buni mesela qanday tushunish kerak? Biz butun dunyodagi zulm selayotgan shu kafirlar nisbeten ikkisini selishtirsak Allohning nazarida shu eng ojiz, eng nachar musulmonmi yaxshi o Allohning nazarida. Nima uchun bizga bu kadar zulm tatimiz deydi. Qur'on Karimda Alloh taolo g'alba nusratni bayon qilib, innal izzati lillahi vel rasul vel mu'min. Xo'sh. Mu'min bo'lgan chaqda endi g'albini kutgan bo'ladi. Bugun to'g'ri musulmonlarningki Sharq Turkiston musulmonlarining ko'pi yaxshi. Axloq jihatda yaxshi boshqalarga qaraganda. Har holda musulmon, ba'zanlar garchi fosiq bo'lsin, ammo ko'p musulmonlar yaxshi. Shunday turug'liq nima uchun shu holat qolimiz, nima uchun Alloh yordam bermaydi deyishimiz. Yuqoridagi olimlarimizdan so'ziga qarasak, biz millat xarakterlik hidoyat yo'lda ya to'g'ri yo'lda ma'lum qildik. Bir qism musulmonlar haq yo'lda mangan bo'lsa, yana bir qism musulmonlar kommunizm e'tiqodi bilan ya kommunizmningki ideyasi bilan mangdi. Bir bo'lik insonlar axloqiy jihatdan buzildi. Bu biz shaxsiy o'yda yashamayapmiz. Bir jamiyat yashayapmiz. Bu jamiyatning natijasi qozonish uchun shu jamiyat insonlarning hammasi bu hayot karvoniga tang maslish lozim. Hammamiz tang buni kuch chiqarish lozim. Masalan, bir kim edi desak, hammaylar kuch chiqargan vaqtda bu qirg'oqqa saqlam chiqqani bo'ldi. Qur'on Karimda bunun doğrusunu ko'rsatib, "Va tubu ilallohi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun." G'alaba qilay deb qolsanglar, millat xarakterlik odam bo'linglar. Millat xarakterlik o'ng'ishinglar. Endi bu dinimiz ilm ma'rifat dinidir. Bizning ilm ma'rifat saviyamiz qanchalik? Bizningki aqli yoki falsaf ko'z qarashimiz qanchalik? Burungi vaqtlarda masalan, cho'ng ba'zi faylasuf olimlarimizdan o'zimizdan chiqqan faxrlarimiz. U izzat sharaf zamoni edi. Nima uchun bugun kunlikda ashning o'xshash millatning kimligi vakillik qildigan, shu e'tiqodga vakillik qildigan ashunda olamshumul olimlar chiqmaydi. Sabab nima bo'ldi? Xo'sh. Demak, bizda mush izzat yo'liga, g'albi yo'liga sog'lom aqida bilan, sog'lom tushuncha bilan amal qilmaganlik, ish harakat qilmaganlik. Masalan, bizda davlat hukumi qarab boqaylik. Qancha insonlar, qancha % insonlar davlat hukumini tushunadi. İslam'nınki siyasetin ibaret prensiplerninki gerçi az olsun 30 neçede xulosalangan bo'lsin qancha % insonlar tushunadi. İslamning iqtisod nizomini nimani maqsad qilganligini qancha % odam tushunadi. Ijtimoiy hayotni qancha % odam tushunadi. Bu yerda dushmanlarni ikki bo'lib birisi zolim, birisi tinch yashaydi kofirlar. Buni qanday muomalani qancha % odam tushunadi. Demak, bizning dinga bo'lgan tushunchamiz, dinning haqiqati bo'lgan samimiyatimiz bu joyida bo'lmagan. Amal qilishimiz joyida bo'lmagan. Burunqi ota-bobolarimiz sharkat qilgan amal faqatla bu zakat verganga, Ramazon tutganlik, namozni cheklanmaydi. Bu shoir islom oshkor. Buningdan boshqa musulmonning hayoti ta mas'uliyat yashab yetgandan tortib o'lib ketgan qadar hammasi ibodat hukm bo'ldi. Unda o'g'a vaqtida mening qilayotgan ishim ibodat degan ma'ruh bilan yashagan vaqtida mayli birisi injener bo'lsin, mayli fizikshunos bo'lsin, yo doktor bo'lsin, yo o'quvchi bo'lib qolsin, hammasi mening qilayotgan ishim ibodat degan mafhum bilan yozsa, aqidaga bog'lasa o'zining qilgan ishini, u vaqtida bu millat natija qozonadi. Demak, biz bu xil ruh ekanmidi? Shuning uchun bugungidek parchalanish, bo'linish, xorliq hayotda yashayapmiz. Xo'sh. İnşallah Rabbim xatoliklarimizni tuzitib eng qisqa vaqt ichida yana shu burunqi izzatimizga qaytib shu izzat bilan yashashimizga cümleden bizni ve bütün umumiy musulmonlarni bu kunga erishtirishiga inshaalloh ishimiz ve o'zimizni shunga o'ngshab mengashga tirishishimiz kerak degan arzu bilan programmamizni tugataylik. Hurmatli ustoz, İnşallah kelar qatimqi programmamizda albatta hammasiga o'qib bo'lmadim javob berib bo'lishga vaqtimiz yetmadi qadrli ko'rilmalarimiz. İnşallah
programmada yana avvalsanlar kelar qatimliq programmamizda agar muhim bir mavzuli bo'lsa programmadan burun so'zlab o'tib olsak bo'ldi. Fikr qatnashtirgan qarindoshlarga ko'pdan ko'p rahmat aytamiz. İnşallah mushu shaklda sizlarningki savollaringiz bilan sizlarningki tushunmagan har qanday mavzularni biz ekran oldida chiqayotgan nomer orqali faqat program vaqtida emas, programmadan burunmi avatib qo'ysanglar programmamizga bir hassa qo'shgan bo'lasizlar. İnşallah mushu shaklda islomimizga aloqador bo'lgan, dinimizga aloqador bo'lgan har bir mavzularni qo'limizdan kelgancha tafsiliy tushunishga tirishimiz inşallah. Köpten köp tekrar rahmet eytimen. Sizga rahmat. Barliq qarindoshlarga rahmat. Allah razı olsun. Kelar qatimqi programmamizda ko'rishguncha sizlarni janobi Rabbimiz Alloh subhanahu va taologa topshiramiz. Allohga aman, Allohga omonat. Aman bo'lg'aysizlar. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh.